100 odamning kesmasini haqsiz qilib qo'ysizlar. To'g'ri. Ma odamlar shuni qildi keldi. O tarafkilar shu. Shuni. Yo'q odamning kesmasini qilmizmi? Voy ya, ballar. Ballarnikini. Bu hamsa film elevasiya bo'ldi-ku. Bo'ldi. Hamsa yurak besib qo'nglar ortiqqanlar, ammo 100 balning kesmasini haqsiz qilib qo'ymaymiz deydi. Bu zodi qanday qish? Bir shu qizchaqning og'zini anglab boqaylik, yurak besib 6 raqam yo'llab sirvatmay oxir to'liq bir ko'rpagan bo'lsanglar. Unda olib qolsa, mush ishni bir tushuntirib qo'ysangiz, mana ekran oldidagi shu kasb ishiga ehtiyojli balalar olib qolsa, shuni bir foydalanib qolsin. Bu mana qishchi. Kasbining o'ziga 350 koy topshirdi. Lekin 350 koy topshirgan bilan biz kasalning qo'liga 350 koylik ichida pulisi va e'tibor kartini birimiz. Ya'ni eldan elib, elga qaytarib birimiz degan gap. Eldan elib, el qaytarish. To'g'ri. Buning o'zi yana butun oila bo'yicha ishlatalaydi 350 koyning o'zi. Baldir o'qilasin bo'ldi yoki cho'nglar o'zini tekshirib olsin bo'ldi. Menje sharoit o'qilasin bo'ldi, balansiyat davolasin bo'ldi. Menje sharoitida bir kunlik o'qilning o'zidan 50 koy, balansiyat qilib qolsa 100 koy ko'tarib e'tibor qilib birimiz. 350 koy tugicha e'tibor qilib birimiz. Demak 350 koy to'lasa kasbini haqsiz qilib oldi. Andan 350 koylik uyda apsi, balasi, eri, yo'ldosh hamma kelib davolanmasa ukol bilan urvasin bo'ldi degan gap bor. Hammasi ashna ichida. Olsam shu salom kasb qildiqli kelsa, olib aklish maqsadga o'tirmasdan. Andan keyin haqsiz bir narsa vaqt qilgan baka. Shunaqa. Masalan, nima birsizlar? Ishkimning o'zi yaxsiz. Ishkim yaxsiz. Ishkim yaxsiz. Uningdan boshqa operatsiyadan keyingi kutunish, masalan, keyin qamlashtirish, ashuni o'zi yaxsiz. Andan bunga necha balla bos bo'ldi? Buning shu 8,5 yoshdan 11 yoshgacha. Ba'zi bolalarga keyinroq qildirgancha 11 yoshgacha. Mana balam hozir 7 yoshda oshdi hozircha. 8 yoshga kiray deb qoldi. Shu mashat faoliyat qilib deb anglab kelgandim. 8 yosh bola bo'lsin bo'ldi-ku? Bo'ldi. Avval agarsa balning o'zini ko'rbiqib, agar kasmisi qilishga sharoit yaratsa, mutaxassis doktorlar ko'rib. Film chiqarmasak bo'ldi-ku? Bo'ldi. Undan sonra ortiqlar o'zi anglanglar. Kesma qildirganga ehtiyojli balanglar qilib qolsam, ma doktorxonadan deb faoliyat qilyapti. 350 koyga kesmasi qilib qo'ydik. Lekin 350 koy pulni bu doktorxonaniki kartasiga jalab berdi ekan. Jalab bergandan keyin balangning kesmasi qildirib qo'yib, keyin tekshiradigan, o'qiladigan, kasal ko'rsatadigan, aniki mishadagi mulozimatlarni shu pulning ichida qildirib olsanglar bo'lgan. Buni balanglarni qildirsanglar bo'lgan, ayolinglar, uyinglar nechadan bo'lsa shu odam kelib 350 koy tükçe bu vatkan mulozimatlardan beklemasanglar bo'lgan-ku hisobda. Hamsa ma bilan bir ko'plar taqib qo'yinglar, mush ehtiyojli urib tuqqanlarimiz bo'lib qolsa, mushu 3-4 bir foydalanib qolsin, aniq yurak bosqanlik qilib buni. Ma'qul. Yurak besib 350 raqamini yo'llab qo'yganlarningki bolalar kelib qolsa, mush faoliyat qilishmasin. Ma'qul. Hamsa telefon numarangizni qoldirib qo'yasiz. 137 79 75 01 15 mana shu nomerga aloqalashib kelsanglar bo'ladi. Doktorxona adresi qolsa 90 oyimizdagi shu Weyman doktorxonasi shu, o'qisizlar-ku. Shu Faysuyyan ultrafayon keltirgan shu to'qmushdiki Weyman doktorxonasi. Bak topamiz sanglar mush qizchaqqa telefon qilsanglar bo'ladi. Hamsa shu filmni mush ishga ehtiyojli o'rtaqalarimiz qolsa bir avat qilinglar, foydalanib qolsin. Kelak sonni ko'rishaylik. Xayr qo'sh.